bugun sizlarga shunaqa uchastka topib qo'ydim, ishoning, ko'rib kompot bo'lib qo'yasiz, bitta e'tibor berib qo'yasiz. Ipodromdan o'tgandan keyin so'lnishi tomondagi ichkari mahallaga kelganmiz. Obzorimizda 6 sotix yerga tushgan, 160 kvadrat o'zini anaqa yashaydigan xonasi bor. Boshqacha hovlimiz, bitta e'tibor berib qo'yasiz. Kirib kelishimiz bu yoni hozir endi sex sifatida foydalanishyapti. Materiallardan ham bilsangiz bo'ladi. Mana men kirib kelishga bitta e'tibor bering. Ikkita emas, 3 ta, 4 ta, 5 ta mashina ham sig'ib ketadi. Xonadonimiz birinchi hovlisini ko'rsataman, keyin ichkarisiga o'tib ketamiz. Hovlimiz 6 sotixga shunaqa munosib tushirilganki, hamma narsaga joy qolgan. Hojatxona sanuzel bu yoqda, mana bu yerda o'zining kichkinagina bog'i bor, ko'rib turganingizdek bir 8-9 tup daraxti ham bor. Olmasdan yedik, olma yaxshi ekan. Xo'p, buni ichida bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Alohida xonalarimiz bor. Hozir sex sifatida foydalanilyapti. Shuning uchun sal bardak bo'lib turibdi. Bardakka e'tibor bermaysizlar. Umumiy hisobda deyarli 160 kvadratga ega joy bor. Agar olib turib sex qilib ishlataman desangiz, arendaga berib qo'ysangiz ham pul. Olib o'zim yashayman desangiz, bitta remont qilib oladigan bo'lsangiz, go'zal qilib bemalol katta oila bo'lib yashay olasiz. Mana bu joylarga ko'rib turganingizdek naves qilib turib, tapchallarni qo'yib, mumkin mashinalarni qo'yadigan bo'lsangiz, mumkin basseynlarni qo'yadigan bo'lsangiz, ishoning gul hovli bo'ladi. Narxi opisaniyada bor. Mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Hamma adres, kerakli hamma ma'lumotlarni opisaniyaga yozib qo'ydik.